$22.600 ga skvoznoy holatdagi 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan tayyor remontli va jihozlari bilan sotuvga chiqayotgan kvartirani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Holatlarini ko'rishingiz mumkin. Qarang, chiroylikkina holatda. Ortiqcha rasvod qilib o'tirmaysiz. Qarang, gilam, parda, remontlari yaxshi, konditsionerlargacha o'rnatilgan. To'g'rida mana 3 metrli verandasi joylashgan. Oshxona bu tomonga ko'chirilib, 3 xonaga o'zgartirilgan. Tashqi romlar hammasi akfa romlarda. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona qismlari qarang, yaxshi holatda turibdi. Kirib yashashga tayyor holatda. Bu tomon esa oshxonani o'rnida bitta xona qilishgan. Ikkita farzandingizga bemalol joy qilsangiz bo'ladi. Bu tomon esa mana tashqaridan kirish qismi, koridor, mana bu stiralka ham mavjud. Mana qarang, qolaveradi. Bu tomonda esa mana umumiy sanuzel. Holatlari yaxshi holatda, kafellar qilingan, aristonlargacha o'rnatilgan skvoznoy 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan 4 qavatli uylarning 4-qavatida kvartira. Manzil esa do'konalda bo'lyapti, Kanechkada, shundoqqina yo'l yuzidan atigi 100 metr ichkarida xolos. Lokatsiya juda ham yaxshi. Tashqarida mashina qo'yishga parkovkalargacha mavjud. Narxiga keladigan bo'lsa, aytganimizdek $22.600. Albatta kami ham bor. Qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizga o'rnab qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi uylarni ulashtirib olamiz.